25-bob. Rostgo'ylik bayonida. Rostgo'ylik natijasida odam oxiratda najot topadi. Rostgo'ylar bo'lg'usi tongla uqubatdan xalos. Jahd qilg'il umring ichra to ulardan bo'lg'a sen. Ulug'lar aytadilar. So'z maydoni shunchalik kengki, aytuvchini bayon oyog'i xilof toshiga tegmaydi. Rostgo'ylik guli so'z chamanida manfaat mevasini bergan vaqtda nafs notig'i yolg'onidan paydo bo'lgan shoxga oroyish berish yarashmaydi. Hayf kim pok tilni san bisyor qilsang oluda kizb lafzidan, sidqdin agar ayoqni yig'ma sersang boshing o'tkay falakni avjidan. Ulug'lardan biri aytganki, gar taqdir yolg'on aytish azobi, qiynog'i va rost so'zlash uchun savob sababi bo'lmasa, oqillar yolg'ondan parhez qilib rostgo'ylik tarafiga mayil qilmagan bo'lardi. Shuning uchun yolg'on so'z kishini xor va beqadr qiladi. Agar yolg'on desang, bo'lg'un kim kam kost, aziz ulg'ung agar bo'lsa so'zing rost. Tarixiy asarlarda yozishlaricha xalifa Mustarshid o'z o'g'liga yozgan vasiyatnomasida shunday degan: Ey farzand, agar hamma xalq sendan qo'rqishni xohlasang, zinhor yolg'on so'zlama. Chunki yolg'onchi kishi behaybat bo'ladi. Agar 1000 qilich uni himoya qilsa, ya'ni 1000 kishi o'tkir tig', shonu shavkat va azamati uchun tutib tursalar, va lekin uning zaboni shamshirida rostgo'ylik javhari bo'lmasa, xaloyiq nazarida hech haybati va salobati bo'lmas. Rostlik sori aylasang ko'shish, bo'lg'ung osuda o'nglanib senga ish. Har kishidur jahonda kajraftor, qo'l bo'lur rostlikqa oxiri kor. Bo'lg'ach o'q rostlik ila qoyim, anga ta'zim yoy qilur doim. Xabar qilishlaricha zolim Hajjoj ko'pchilikni o'ldirar edi. U bir guruhni qatl etish vaqtida bir kishiga navbat yetdi. U esa dedi: Ey amir, meni o'ldirmagin, senga yaxshilik qildim. Hajjoj so'radi: Menga nima yaxshilik qilding? U kishi: Falon dushmaning seni g'iybat qilayotgan edi va sening to'g'ringda yomon so'zlarni aytar edi. Men uni seni dashnom qilishdan to'xtatdim deb javob berdi. Hajjoj bu masalada guvohing bormi deb so'radi. U kishi: Guvohim bor deb jamoadan bir asirni ko'rsatdi. U asir garchi bunday voqeadan bexabar edi, ammo u kishini najoti uchun dedi: Rost aytadi, men hozir edim. Uni seni g'iybat qilishdan man qildi. Hajjoj so'radi: Bunday voqeada hozir bo'libsan, sen ham nima uchun g'iybatni man qilishda unga yordam bermading? Asir dedi: Men seni o'zimga dushman deb bilar edim. Shuning uchun bu ishni man qilishni o'zimga ixtiyor etmadim. Hajjoj ikkalasini ham o'limdan ozod qildi. Birini o'z yaxshiligini isbot qilgani sababli va ikkinchisini rost gapirgani tufayli. Bu voqea mazmuni masal kabi xaloyiq orasida mashhur bo'lib ketdi. Ya'ni agar yolg'on aytish kishini o'limdan xalos qiluvchi bo'lsa, rost aytish xalos qiluvchiroqdir. Rostlik qayda kim ko'tardi alam, haqning imdodi bo'lg'ay anda ham. Qolmag'ay rostlar ishi pinhon, qilmag'ay rost so'z kishiga ziyon. Yolg'on so'z kishini obro'sini to'kadi. Hazlu mazax va o'yin ham kishini yolg'on so'z kabi beizzat qiladi. Xususan, hukumat ahli hazil va mazaxga moyil bo'lsalar, haybat va shafkatlariga nuqson yetadi. Bundan tashqari hazil va o'yindan mazax qilingan kishining ko'ngli og'rib qolishi mumkin.
Shu sababdan u xafa bo'lib, kina tutib, fursat topib qasdini olishga harakat qiladi. Shundan fitnalar paydo bo'ladi. Ro'shnoyinoma kitobida ham ushbu mazmunda she'r mavjud bo'lib, uning tarjimasi shunday: Hazlu yolg'onni qilmag'il pesha, urmag'il o'z oyog'ingga tesha, aylagay hazil shohni xira, oyni tuproqdan qilur tira. Qudratli insonlar va hukumat lavozimidagi kishilarga xalqni g'iybat qilish munosib emas. Chunki Alloh taolo ularga har qanday so'zni ibo qilmay yuziga ro'baro aytish uchun qudrat bergan. Shunday ekan ularga o'zini g'iybatchilar toifasiga qo'shish oqillar ravishidan emas, balki mulozimlarni ham g'iybatdan man qilish zarurki, g'iybatning zarari dunyo va oxiratda juda ko'p va hisobsizdir. To ilojing bor esa qilma kishini g'iybat, chunki g'iybatchi erur el ko'zida beizzat. Har kishi aylasa g'iybat, san anga solma quloq, to gunohingga aning qilma o'zingni o'rtoq.